Assalamualaikum Abdullah aka. Va alaykum assalom. Qadimoz marhaba. Rahmat. Avval aldirashchilik ishchidan bugungi programmamizning tungi soni uchun vaqt chiqarganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Men ham shu sizlarningki Diliston programmasining tungi soni orqali Dilistonning aziz ko'rarmanlari bilan didorlashish fursatiga ega bo'lganimdan intayin xursandman. Ko'pdan ko'p rahmat Abdullah aka. Hammamiz ko'rib o'tdik. Endi 6-oyning 25-kuni Sabah Navosi nomli san'at kechiligi san'at yurti teatrxonasida tunji maydoni ko'pchilik bilan yuz ko'rishdi. Yuqorida hammamiz ekranda ko'rib o'tdik. Yana shunday jiddiy repetitsiya qilib yetibsizlar. Endi bu repetitsiya odatga xizmatlarmi yoki yana bir maydon kechilik uchun tayyorlik ko'ryapsizlar? Sabah ansambli odatda o'yin qo'ymagan vaqtlarimizda davomli shu repetitsiyalardan ayrilmaydi. Bu endi bizning xizmatimiz. Yani bir tarafdan maqatimki repetitsiyaning jiddiyroq bo'lib ketishida biz shu 25-chizlarda xalqaro yuz ko'rish degan Sabah Navosi kechiligini endi shu nazoratninki o'makni o'rlashtirish bilan Janubiy Shinjongda 20-30 maydonga yaqin shu omma bilan yuz ko'rishtiramiz degan shu plan bilan bu kechilikni texnik pishiqlab repetitsiya qilyapmiz. Demak, Urumchida shu san'at yurti teatrxonasida qo'yilgani faqat tunji maydoni. Sabah Navosi nomidagi shu kechilikning tunji maydoni. Bu tövəndə qancha maydon qo'yilmoqchi? 21-sizlardan boshlab ro'za kirgich bo'lgan oraliqda balkim tuvan bo'lganda 20 maydon o'yin qo'yishimiz mumkin Janubiy Shinjongda. Ko'rayotganinglar Bas To'g'ri Diliston programmasi. Xo'sh, bo'lsa Abdullah aka, Sabah ansambli qachon qurilgan? Sabah ansambli 2004-yil 10-oyning 1-kuni qurilgan. Qurilishdan burun asli bir 2004-yilda yil oxirisida o'tkaziladigan bir naqsh kechiligi bor. O'zimni yolg'iz kishilik naqsh kechiligiga tayyorlik qilib, buning uchun shu sahnadagi muzika qismini o'rindaydiganlar muzikantlarni yig'dik. Keyin endi o'zimiz his qilib, shu o'zimizga Shinjong yoshlarida, yana yoshlar ichidami, shunday zamonaviy muzikalar bilan milliy muzikalar birlashgan bir shunday bir ansambl, kichik bir ansambl qurilish zo'rligini his qilib yurganda, burun 94-yili Taklimakon muzika tartibini qurib, u bir xil sabablar tufaylidan taqilib ketgan. Ayni vaqtdagi yoshlarimizni yaxshi ko'rgan bir muzika ansambli edi. Undan keyin muzika unda atrofni qurib, yoki muzika bo'yicha birlikda chelib taraqqiy qilib, unda ishlar bo'lmagan. 2004-yildagi naqsh kechiligi uchun bu qayta tashkillanib, shu Sabah nomidagi ansambl qurildi. 2004-yil 10-oyning 1-kuni rasmiy qurildi, qurilish o'zimizning murosimi o'tkazildi. Shundan beri hozirgacha shu Sabah muzika atrofida. Shu sharoit yaxshimi? Albatta, oziq selish to'g'anda ko'p yaxshi emas. Birisi muzikantlarimizning texnikasi yaxshi emas, yangi qurilgan. Bu qatimqi bolalar asosan mijoz xulqining yaxshi yomon bo'lishini asos qilib tanlangan. Chunki kasb jihatga ahamiyat berilib berilgan. Kasb jihatda u chog'da qattiq o'lcham qo'ymagan sababi mayli qanday kasb qilishdan qat'iy nazar oldi bilan bir yaxshi odam bo'lish kerak. To'g'ri. Bu san'at sohasida texnik bu o'lcham qattiq qo'yilish kerak. Chunki mingning ko'zi hammasi shu san'at sohasidagilarda bo'g'ashqa odatdagi kasb bilan shug'ullangan odamdan bakrak bularga o'lcham qo'yish kerak. Odamiylik tarafda. Şu an bu da 2004-yil tanlangan bolalar asosan mijoz xulqi yaxshi bolalar tanlangan. Birincisi uning qiyinida san'at hujayrisi bo'lsa, ikkinchisi u biz lozim qilmoqchi bo'lgan muzika asboblarga qiziqsa, o'zida shunday bir xil qiziqish bo'lsa, muzika qiziqsa, uchinchisi buning mijozi yaxshi bo'lsa. Shuning bilan biz shuni asos qilib bir guruh tashkil chiqdik. O chog'da 6-7 odam bo'ldi. 2004-yildan boshlab amaliyotda biz 2004-yilda o'tkazmoqchi bo'lgan naqsh kechiligimizni o'tkazolmadik. Sharoit yor bermadi yoki o'chaqdagi vaziyat toza bizga mos kelmay qoldi. Shuning bilan 1 yil bu bolalarni shu asos jihatdan tarbiyalash qildik. Muzika atrofida qurish oson, endi nihoyat nurg'un muzika atroflari bor. Lekin buningda muzikantlarning bir-biri bilan tushunish jarayoni bo'lish kerak-da. Xuddi bir oiladagi aka-uka, och-singillardek shunday o'zaro bir mijoz xulqlarni tafsili bilishib ketgan. Hatto bir-biriga ko'ziga qarab, gap qilmasimi, nima demoqchi bo'lganini bilishvaqdek darajada shunday nihoyat jipsilishib ketsa, ularning mijozi. Shu chog'da bulardan yaxshi bir narsalar chiqadi sahnada. Shuni biz 1 yil vaqt sarf qilib bularni shunday
mijaz xulqini jipslashtirish uchun ko'p mashq qildik. 2004-yili o'tkazamadik, lekin 2005-yili tayyorlab chiqqan naqsh muziklarimizni bir suratga elish zalini tepib, shu yerda suratga elib oxiri taqatdik. Shundan keyin mana hozir Sabah ansambli hozir 2010-yil bo'ldi. 6 yillik tarixi ega muzika atrati bo'ldi. Bularninki dastlabki 2004-yili 10-yilning birinchi kuni shu ansamblga a'zo bo'lib kirgan bolalar hozir 4-5 bor. Qolganlari yana almishib, kangrab degandek hozir 17 kishilik muzikantlarning tarkib topgan o'sha cho'ngroq bir muzika atrati bo'lib tashkillandi. Ondan Muşu 2004'ten mana 2010'gacha 6 yil jarayonida biz bir uzun egri to'qay egispas yo'llarni mangdiq, tajriba to'pladik. Shu 6 yil burungi bolalar hozir biroz cho'ng bo'ldi. Ularning mijozlari bir-birimizga shunchalik mos keladigan, o'zaro tushunadigan, o'zaro apuchan, shunday yaxshi mijozli bolalar bo'ldi. Mening eng yaxshi o'zimning shu ansambldagi bolalarga yaxshi ko'radigan tarafim taxmosh bolalarning mijoz. Demek 6 yil jarayonida muzika atratidagilarni pishyapti, bag'ansir yetilyapti-da. Bundan gap so'zlarni anglasangizmi bir xil yetilgan bir odamlarning fikrlarini so'zlaydi bizga hozir so'zlashga vaqtimizda. 6 yil burun kichik bolalarda gap qiladi. Bakrak yoshdi endi. Hozir mana endi yetildi, burunqidan aql topdi. Endi saviyasi bu 6 yil jarayonida biz mana Shinjongni bo'ylab men bunda taxminan bir hisob qilib baxtim 300 maydan o'yin qo'ydi Shinjongning har qaysi yerlarida. Sabahninki har turli o'yinlar endi men davomli bor u ansamblni shu birga yurimiz endi. Undan boshqa mendan boshqa naqshchilar ancha qo'shiladi, itotlar qo'shiladi, usul qo'shiladi. Shunday Shinjongninki janub shimol har tarafida taxminan 300 mayda o'yin qo'ydik. Bu idoraninki Muşu medeniyet nazaratininki yazda, her yazda muşu tüvengi düşüp, amma bilen yüz görüştürdüğü oyunlarına katardı. Plan içindeki oyun ve zipsi hem de bizden uğurlar. Biz onu öz üstümüzge gelip uğurlar çıktık. 6 yılda 300 meyda oyun. Muş jarayonda bula tüvengi düştü, amma bilen yüz görüştü, bivasıta. Yüz şehir yazılarımızın turmuşunu, halkımızın muşu turmuş seviyelerini, her qaysi joydagi masalan janub bilan shimolning shu madaniyatidagi shu urf odat madaniyati, tomoq madaniyati, turmush odatlari qatarisidagi shu farqlarni tatib inchga o'rganish bo'ldi bularga nisbatan. Ko'rayotganinglar Bas To'g'ri Diliston programmasi. Uning bu soatlarga siz o'zingizning o'ylig'inda endi shu Sabah ansamblini hozir diyarimizdeki en seviyeli bir müzik atrati deb qarashga bo'ladimi? Unda da ketemayman. Sabah endi biraz muntazam, mukammal kelayotgan atrat desak bo'ldi. Nurg'un muzika atratlari qurildi. Bu muzika atrati deganning o'lchami shunday har xil bo'lganimcha, birisi 2 kishilik bo'ldi. Birisi gitar chaldi, birisi gangadan birinchi elib, uni muzika atrati deb tashkil qildi. Ya'ni ba'zisi cho'ngroq bo'ldi, 4-5 kishilik bo'ldi. Shunday bizniki hozir qurib chiqqan ansamblimiz Sabah o Shinjongninki amaliy ahvoliga, bizning tomoshabinlarimizninki ta'm sezgisiga, anglash sezgisiga biraz mos keldi deb o'ylaymiz. Sababi biz shu bizning Sabah ansamblininki a'zolari 6 yil tadqiq qilgan bo'lsa bu ishni, biz hisobda 87-yildan beri tadqiq qilyapmizda, bizning xalqimiz zodi nimaga ehtiyojli? Naqsh muzika jihatda nimani anglag'isi bor, nimani ko'rgisi bor, mush narsalarni biz his qilib kelyapmiz shu. 7 zamonaviy muzikaninki ko'tirish bilan astidan ulidan vul bo'lish bilan yana bizning 10-11 ga yaqin milliy muzikalar asboblarimiz qo'shildi. Bunda bo'lganda milliy muzikaninki go'zalligini, uni ovozining yorqinligini, nafsligini texnik gavdalantirish mumkin. Chunki g'arbning muzikalari buni faqat shuni texnik gavdalantirish rolini o'ynaydi. U asos bo'lmaydi endi. Asosligi yana bizning milliy muzikaninki, milliy sozlarimizning chiroyli, yiqimli, yorqin ovozi gavdalantirish. Lekin zamonaviy muzika asboblarininki vuli bo'lmasa, shu aslida shu ko'tarib berish bo'lmasa, biz kechgacha bir ravobni, bir tamburni, bir g'ajakni balkim boshqa xalqlarga chiroyli anglatamas.
Shuni. Anlatamay Bo'lib hozir qilmayasizmiz. Ha. Bunda bo'lganda ham davr ruhi bilan bilinmasa, yoshlar ko'proq o'zininki ko'ngilda bir xil portlash xarakterlik bir sezgilari bor. Endi biz ashunga tayinib shularning shu hissiyotini chiqish nuqtasi qilib zamoniy bilan milliy asoblarni birlashtirib, o'zida sal biraz mukammalmiki deb o'ylayman musobaqa musiqa atrofida. Endi yana boshqa musiqa atroflarim bor. Faqat yevropaskiy musiqalar bilan. Gitarlar bilan, ya bo'lmasa jaz musiqalar bilan. Men o'ylayman, endi biz g'arbning musiqasini chelayapmiz. Endi faqat g'arbchi mankasak biz ularning oldiga o'tamaymiz. O'tash emas, ularga yetamaymiz. O'zining narsasi endi. Yana birisi faqat zamoniy musiqalar, g'arbning musiqalari bilan milliy melodiyalarni vazifasidan chiqib bo'lishi mumkin emas. Baribir o'zimizning milliy asboblari asos bo'lishi kerak. Ko'rayotganinglar Bas To'g'ri Diliston programmasi. Demak, Sabah ansambl qurilib mana bu yil 6-yil qadam qo'yibdi. Shunaqmi? Unaqa bo'lsa bu 6 yil davomida Sabah navosini, Sabah ansamblininki tunji maydon maxsus kechiligi deb qarashga bo'lamdi. Sabah navosi shu maxsus kechiligininki Urumchida 25-yilda qo'ydik-ku. Bu shu nomdagi o'yinning birinchi maydoni. Bu yana davomli Janub Shinjongda, Shimol Shinjongda o'ynaldi. Lekin Sabah ansambli mushunga o'xshash maxsus kechiliklarga nurg'un qatnashgan. Masalan, 2004-yildan beri 2010-yilgacha shu Abdulla Abdurim naqsh kechiligi nomidagi bir ikki cho'ng kechilik qatnashdi. Undan boshqa Mo'minjonning kechiliklari, bu bundan maxsus kechiliklar ko'p bo'ldi. Abdulla Abdukimning ijodiyat kechiligi deymiz. Undan boshqa yana o'sha jamiyatga biroz to'nilgan cho'ng san'at kechiliklariga davomli qatnashib turdi, maxsus san'at kechiliklari. Lekin Sabah navosi bu qatimqi tayyorlagan o'yinning maxsus nomi endi. Mushu o'yinning tunji maydonidan 25-yilda. Demak, mushu Sabah nomida qo'yilgan o'yinning tunji maydonida qarashga bo'ldi, shunaqmi? Sabah navosi. Shundoq bu yana davomli Janub Shinjongda, Shimol Shinjongda davomli qo'yilmoqchi. Ko'rayotganinglar Bas To'g'ri Diliston programmasi. Unaqa bo'lsa, Abdulaka, kichkin ijozat bersangiz, Sabah ansamblidagi muzikantlar bilan bir tanishib chiqqan bo'lsak. Xo'p, ma'qul. Unaqa bo'lsa, sevimli tordashlar, diqqatimiz ekranda bo'lsin. Odila, Sabah ansamblining g'ijakchisi. Murodil, Sabah ansamblining g'ijakchisi. Shirali, Sabah ansamblining g'ijakchisi. Nur Muhammad Ershad, Sabah ansamblining naychisi. Ablajon, Sabah ansamblining chong qolunchisi. Elijan, Sabah ansamblining o'ttir ovoz g'ijakchisi. Dilnur, Sabah ansamblining o'ttir ovoz g'ijakchisi. Muhbul, Sabah ansamblining ravobchisi. Mahmudjon, Sabah ansamblining sator, tambur, sozchisi. Dilshod Anvar Omisli, Sabah ansamblining riyolchisi ham ijodiyatchisi. Muhammad Ali, Sabah ansamblining gitarchisi. Abdusalom, Sabah ansamblining chatma dumboqchisi. Mardon Mahad, Sabah ansamblining bas gitarchisi. Muhammadjon, Sabah ansamblining riyolchisi. Mardon, Sabah ansamblining tablovchisi.